qo'shiqchi emasman. Bu meni chiqishimga musiqa xolos. Va endi bundan keyin maza qilib o'tirib olasizlar, gaplashamiz. Men gapirayotgan paytda davraga chiqqanlar faqat qistirgani chiqish kerak. Hozircha o'tirib olinglar, to'ygalar yaxshi niyatlarda to'ylar qilishyapti. Men betsizga bu qo'shiqdan boshlamadim. Chunki rahmat onajon, asl zotlarini nabilasiman deb bu qo'shiqni aytdim. Sababi bugun haqiqatdan bu to'yxonaning nomi nima? Flora to'yxonasida qaysi tumandamiz? Sherobod. Sher yuraklilar, sherlar obod qilgan bu joyda yaxshi odamlarni nabilalarini to'yi bo'lyapti. Shu fikrga qo'shilganlar bitta qasriylarni aylaylar. Bu mana shu kuyovimiz hamda kelinimizni bobolari uchun, momolari uchun ularni dunyoga keltirgan qadr buzruklar validalar uchun. Bugun bu yerda bo'layotgan ishlardan ularning ruhi shod bo'lsin deganlar, yaxshi niyatda to'y qilib dasturxon yozganlarga bitta qasriylarni aylaylar. Chunki bugun Bismillahirrohmanirrohim deb dasturxon yozildi. Bugun Bismillahirrohmanirrohim deb qarang, mana shu dasturxonning ustiga